o'z vaqtida bo'lib o'tgan ishlar xuddi tun o'g'ili bo'lgandek tuyuldi. Kelavatqa rahmangu, onun hali qaramandiq. Uni boş çağlamanglar. Ambaldı ya yaman deganni anlamaganmi? Ikimiz de bilaydi. Ne turunlar? Şujini kagidi kabul olma, ha? Kani Shuji merhamet. Hey, Tursun. O kişi kim o? Qaysi? Shujining kendi kelayotgan shu. Rahman degan shu. Baqa qaraydi. Men tegi Gongshega yeng kelgan ikkinchi Shujimikin debdiman. Vallahi usta, biz her günü müşündak bir kılsayını yavremdik. Şofurla pasan kılındığa vakit oldu. Bu kandak gep. Ben size geçsem bu ay bu küllerde bizden şoklu mu taksik etkili mi oldu? İşte onun şükür. Uğrunu aldın bir kapam aşını tatlağınımızdan özde. Bizden talihimiz değil mi? O bağ Rahman'dan beyğdamızda. Yüzünü nemi de köktattan kısıdı. Onda hukukunu onun kim verdi? Yazmaka. Sen yeni geldin. Bazı işlerden tek haberin yok. Rahman degen bu adam ne? Boş çağlama. O adetli adam emez. O asli pazarda dini azastı. İştesi bir şağrıydıgan. Taksikeçlikte gül kestiriydigan bir nimeti. Bizden çocuğu onu müşegek oldu. Onu bak karaydı degen bilen. Hazır o bizden yolgulukta yüzlük adam. Onu çocuğun bile hiç kimden gibi etmeydi. Nimel degen bilen bak karaydıgan adam ken o? Yolvasını kendi etip algan Türkiye'ye kim çıkılalaydı deysen? Bu gepin geçenmeyme. Sen bu bereketin peşva yegendin keyin bundak noççılık kılamay kalısan. Bereketim, maidin bir neçeyle hizmet eşirgili kilividi. Şöyle tamakın 10 neçe kişi koşkarsın dep, men dip ustamı gep etipedi. Allah'ım usta! Allah'ım usta, maidin bir falaketken, şöyle tamakın 10 neçe kişi koşkarsın deydi. Muhtar, çay içip gitmezsen. Koşar demek ki. Oldu, çay içip git. Koş! Şunun bilen Mollahun ustam ciddi tayarlık kirişip, iki kolunu tet kılamayıvatkanda aşxanaga Rahman kirip keldi. Şokla. Göç bir şey çıktı. Mollahun, yeni meyman geldi mi? Hem de yüzüğünü bir küsat gideksen de. Hemisi işini itip bulup, bakkı berip, eylik bulacak ki ahyani ağdırıp edense, ha? Tehi, tünögünü bir gün ya ağdırdım o. Bu gepçe bakkı bağı mı yokken de? Lekin bu gepni Sadık Suci öz ağzı bilen degen cuma? Kömey vatansa, özlem yalğız 10-20 adamdan tamıgın et, cebir kulunu işki kılamay vatsam. Bakkı berip ya ağdırgılı, neydi ki çola? Senle ya aldırmasan, seyit erimesen,
Tamaqni nim bilan yeysan, ha? Ko'pchilikni o't yesundan-ta. Bunda qilayli. Ikkimiz o'rnimizni almashtirayli. Sen tamoq et, men yağdıray. O'zim yolg'iz ishni qilamag'idakman. To'xta. Lagonta. Yağdırma. Gapingni ochiq qil. Sen yağdırsun da sodiq so'zi o'zi degan bo'lsa, sen ketsan, men tamoq qilamdan. Sen zodi nima qildaysa, noyda nima qildi deb oldirayotganimni. Sen ko'mayotsan. Yaxshi. Sen bormaysa, xat to'xtatdi. Yağdırmaydigan noche, aldırmaydı. Özlerini sen bir tunutmuşsan. Hem limonu. Koğayeli. Nöbette Türk geldi. Demismi, Rahman Sodiq Shojining o'qoqidan foydalanib, Mollahun ustamga o'zini bir tunitib qo'ydi. Mollahun usta da'dini kimga istin? Men ichim. Appalle. Tazını yarışıqdı. Qandaraq Mollahun ustam. Qilib ishib qoldimi? Qo'lingdagini tushunishmiki desam, ketmankanda, ha? Xil qamlashibdi. Nimani degan bilan ba'zi men so'zgan qoldi. Qaraganda yangaqni tash chiqib yesi bo'g'dak, ha? Ben bazar verip geçe abdarak işte, ha? Yasnaka. Ha? Jing'i biramdoq. Jing'ili? Bu yerda munchi bormi? Bu yerda bir shah munchisi bor. Shah munchisi? Ha. Yasnaka. Ishadli kuncha. Avayla. Qara, mana bu shahmonchisi. Bizning kichik bog'da ko'limiz. Qandaq? Yaramdi. Yaxshi ekan. Asta, selib ketma. Mana bu yerdan kish. Mana, qulamni tur. To'xta, men avval tushay. Nima degan so'roq bu? Suv ichmaga o'zim bo'pti ekan. Nima degan rahat. Bugun biz Rastan shahni o'z bo'ldik. Kimdi shundoq bo'lsa bo'ladi-ku. Shundoq bo'lish tasmeti. Atiyani kamamdiq. Shundoq asandamsan? Ishni qo'rqmasan? Ras. Sen ancha bilasan, kishini xumodan chiqaramaydi ekan. Mana meniki qara. Sanamsa, hajim paqa. Bo'la. Hey! Bu ko'chaki tushgan qaysing? Nima qilyapsizlar, ha? Men Tursun. Yiningdagi kim o? Chiroqni o'chirayotsangiz bo'lmamdi. Bizning qiyalang'ashligimizni hamma odam ko'rsin demoqchimi ya? Chiroqni o'chirayotgan, bizni ko'rib qolmadingizmi? Ketmene qara buni. Qiyalang'ash qilib hammasi o'xshash. Bilamsa? Ha? Hatto padishonimi to'liq olmaydi. Ha. Kiyimlaringni kiyib daraxt chiqib ketish. Bak kirmoqchi bo'lsang, darvozani qiqib kirish. O'xshash suqunib kirmay. Sen, Bodla Yasnaka, uning bilan tang bo'lma. U hamma odamga shunday.
Acab qildi. Bo'ldi, uning gapini qilma. Hey. Bundaq kechida nadin kelgan mashinda? Boqqa to'xtaganda qildi. Kechida nima ish bo'ldi? Qayli. Mana yana ish qayli. Ket. Asra. Çıksın bu. Aman çıkar. Hey, bakın, çabuk olun. Sıkı durun. Öyle bulun. Çabuk olun. Ekmek üzere. Ağzını çıkarın. Anlasın, hasta. Kimler ki? Kıba mı? Hakikaten mi? Sen kıra bakın. Yeli aşıladığının kimler o? Eylik sevet getirip fakat semiz kişi konuşuyor doktorxanasının başlığı Atavullah. Keyindik uzun tura açlık punktinin başlığı. Maşının üstelikse kaparatısını cınlıyız. Qağallarını ben tanımaydı ekanman. Hep bu ablahla. Nahidin bahalı uçular kelse, kegilip bizgil kildi ekan.
Antite, Şuji Aqsaqalning algı yağı bilen oqşaydı, bağlaşqal bilen degen gepini anlamagan mı? Ular şundaq tavuzimizni yeb, bizni qancha chiqib bahala. Estağfurullah. Nima qilinglar bu? Sizlarning ko'zinglar bormi yo'qmi? Ha? Bu tavuzda anangning haqqi bormi? Ha? Tavuz degan kasb emas, uzaverganingmi bu? Ha? Men qaysi tavuzni uzdisam, shu tavuzni uzmansa? Aqasing menga tavuz terishmaganmi? Ha? Belgisilingan tavuzlarni uzguchi bo'lishma. Qaramanınğa, Şuji tavuzdan birisi alışıp qaptı. Nima? Şuji tavuzi? Yasnaka, mana ma'u sergan xatning ma'nosini bilamsan? Bilmaydi ekanman. Sen rost bilmaysan? Bizning Shujining ismi Sodiq. Uning ismining bosh harfi emasmi? Mundaqda, ashlarning hammasi Shujiga gap qo'ygan tavuzlar ekanda. Man qara Yasnaka. Rahmanning Shujiga atagan askari oz emas. Bog'dagi har bir tuproqda searp uyuqliq. Taxlarning deyishicha, hatto Rahmanning nimasiga searp uyulgan ekan. Mana ham deb baqsin. Anladыңмы? Bizning yo'lg'iliq yana noya bo'yicha yozliq ishda birinchi o'tdi. Bu natija yana Rahmanning yiliqi emas. Ba'zilar mensiga cho'ng'aygan siri so'g'a amal qilib qoladi ekan. Og'zini yog'lab tursang, ishingni osar qilib berar ekan. Bizning Shuji shundoq usul bilan o'mchikdek o'ziga bir munosabat to'g'ri to'qigan. Har qanday hasharat u to'g'ri tegiblik etsa, to'g'ri tushib qoladi. Yuqorida ba'zilar bizning Shujiga muhtoj. Bizning Shuji faqat Rahmonga muhtoj. Rahmanmi Shujining huquqidan foydalanib o'zining to'g'rini to'qiydi. Ularning o'tirsidagi munosabat shundoq. Shunga kimki yo'lg'iliqda oddaroq jon boqaman desa, oldi bilan taxsikashlikni oddaroq o'rganib olish kerak. Bizning Shuji shundoq g'alchilar amroq. Yasnaka, anladыңмы? Rahmanning cho'ng qizi yo'lni menga pishirib, etiz amgigidan qo'shni doktorxonasiga yetkazib oldi. Yaqinda yana bo'lim oshirg'ili viloyat tibbiy maktab o'qishga borgandek deb angladik. Vaqtliq yordamlashib degan-ku. Ha, xudo o'zi biladi. Bu yil nahiyadan ajratilgan qutqizish ashlig'ining umum soni shunchalik. Bizning tekshirish natijamiz mundaq. Avatadi bilan bazadadida afat yuz berganlikdan o'zi yaxshi emas ekan. Lekin ular vazifani o'rinlash uchun urug'liqning bir qismini yuqori topshiribdi. Eng boy deyilgan bir qancha o'ylikmi 2-3 oyda jon boqadigan. Qumliqdadida ahvol texim og'ir ekan. Ular bo'ldi, bu ahvollardan xabarim bor. Jadvalni ishlab bo'ldingizmi? Mana bu qutqizish ashlig'ini taqsimlash jadvali. Bo'ladi. Siz bir bormaylik, avvalmay ko'rib chiqay. Ondan Batkom jig'ini muzokara qilib bekitaylik. Shuji qanday qilganlar? Amin. Allohu akbar. Men keldim. Nima kechikdim? O'zim shahardan chiqibdi-ki, uni elini uzib qo'ydim. Shunga biroz kechikib qoldim. Eylik qanday qoldi? Ish joyida. Mana. Lekin bu ish osonga to'xtamadi Shuji. Bo'pti. Bu ishni aytib obdan yengibdi. Yosin deb ketdi. Qutqizish ashlig'ini taqsimlash bilan ketdi ekan. Shuji, sizlar qutqizish ashlig'ining hammasini tarqat etmoqchiman. Anglasam bu yil qutqizish ashlig'i noyda chiqmish. O'tlama. Suağının etişi karanlık bazada aşkının bazı yeni örlepti. Aldırıp bu aşkını bir taraf kılıvertmişler. Mutlama.
Şuna fırsatını koldan verme. Bu aşkını derhal. Hey, Kadir diyeceğim. Akil otkan Yasin emek bu. Yasin. Kadir diyeceğim, dayak ketdi. Çıkam Yasin. Bizden daha büyük zada kancılık kutkuzuş açlık taktım oldu. 7500 can. 7500 can. Ama bizge oran 2000 can tayda. Bu zadı qandaq gep. Men işleyen cedvelde hergiz hatalık yok. Komisiyetlik muzakir qilmadi. Bu qandaq bolğun? Çıkam Yasin. Sizin o haberiniz var. Biz dünyanın açlığının hemmetini yukarı tapşırıq etken. Komisyonu levhage eriştirimizde. Hatta uruflumu yukarı tapşırıq ettik. Sila aran. Bizge 2000 can açlık versanlar. Ben köpçülükünü mü deymen? Mübadi birisi. Açlıktan ülüp ketse bunun qandaq qığılıq. Bizge içine ağırsızlamam da. Ne boldu Yasin? Şuji. Komissiya partkom yığın açmay turib, siz asli bekitilgan taqsimot loyihasini nemishqa inkor qilyaptingiz? Siz nima demoqchi? Qutquzish ochlig'ini davlat dehqonlarni qiyinchilikdan qutqizish uchun bergan tursa, siz nemishqa tekshirmaylar qisib qoldingiz. Qumluq tadviyi komissiyani lavhaga erishtirish uchun urug'liqni yuqori topshirib o'tgan. Ularning qiyinchiligini bilib turib, nemishqa ulardan 5000 jin ochliqni tutib qoldingiz. Agar odam o'z qanday qilsiz? O anаңны. Açlıktan ölse aç horla ölür. Qo'shqin to'ysin deydi odam. Obda ishish kerak. Vazifani o'rganmagan ekan. Plan bu açlık taqib berishga bo'lmaydi. Bu mening qonunim. Davlatning açlık talab qilib turib, texnikini yo'qoldigini. Shuni bilib qo'yingki, siz degan komissiyaning kadri. Men bo'lsam shuji. Biz ashunda xo'rlarning gapini albatta qilmasligimiz lozim. Uqdingizmi? Shuji. Sizmi shuni bilib qo'ying. Ilgari sizmi shularning birisi edingiz. Ehtimol unutib qolgan o'xshaysiz. Dal o'zingiz davatgan ashu o'rinlar. Yolg'onlikqa nurg'un boylik yaratib bergan. Sizga nurg'un shon shuhrat keltirgan. Ular jafoga chidab kecha kunduz emgak qilyotdi. Davlatga ochliq to'hfa qilish uchun jon tikib ishlayotdi. Bugungi kunda ular och qo'saq ketmay chepayotganda jon saqlashga berilgan ozg'ina ochliqni qisib qilishga ko'nglingiz qandoq unidi? Açlık terganlar aç qo'saq ketmay chepayotsa, ozroqmi xijil bo'lmamsiz? Chiqa. Qo'limizingizmi ketaman. Lekin shuni unutib qolmang. Siz yolg'onlik komissiya partkomining shujisi. Voy. Bulut şöyle deryada biliqini Yaxşı yani tapqanda yamanni unutini Ey kuşlarımın derdinde Kula yığlar
yıkılıngan timda Tursun navadı mən oqoq tutsam ayt baqa menin qıldığan birinci işim nime? Men nedim biley? Menin qıldığan birinci işim Rahmanlı bağdan qoğlap çıqırış. Ondaqda bakı kim qaraydı? Oylap tapamıdın mı? Bakı qaraşqı seni qoyman. Men haqiq agronomdan birini teklif qilib bağını meyve sortunu yaxshilaydigan, yangi sort yetishtiradigan tajribasiga aylantirman. Men 10 yil ajr qilib, to'g'ri 10 yil ajr sindirib, yolg'onlikni o'zgartiraman. Butun Şinjangda, butun mamlakatda yolg'onlikning meyve cho'rlarining tanqini chiqarib, xalqaro bozorga kirgizaman. Men bakı qarab beramayman. Endi nima ish qilmoqchisan? Poyda aytmoqchimi? Yo'q. Burun shunda qo'yilgandim. Hozir Unda sen Taşıyada oqsam deyman. Taşıyada Bağlan texnik oqum var. Yazmaka. O'zim bilaman. Taşıya kirish oson emas. Balki amalga oshmasligim mumkin. Lekin bu xiyolimdan zodli kechamayapman. To'lim ichim pushyapti. Rastında taşıya kirgin bormi? Yaraydi. Men oqoq tutqanda qildigan ishimning ikkinchisi seni taşıya gavatdi. Yo'q, men o'z kuchim bilan, haqiqiy bilim iqtidorim bilan kiraman. Belli, yaraydi. Jigirim bor ekan. Ayt qanaqani? Sen qanday yordam qilay? Şehri tunuşturmamı? Bana bir yeriş, özlüğü de ügünüş derslik lazımdı. Birisi da. Bu işini çokum yaxşı beceri alaydı. O kim? Kız mı? Şeytan. Çoğunların işi ağırlaşmaydıgan. Yol boyu muşunlaq untulğusuz vakalarını əslab, özünün kadrdan yurtluq yetib geldi. Şiirin meyveler bilen tolğan bağdan kelib atqan yakınlıq turaqla dimaqni yarmaqdı. O öz gayesi, arzu armanlarını iş aşırmaqçı boğan bu bağının aldıda özü kütmeden bir işli yoluqdu. Rahmet. Hayır hoş. Oğur gıyla, hat toktap duruş. Bu dokile kalmışsan aman kalkın ben bir kürey. Haramlıkla. Yeni kirece. Rahman? Yigit, kimdeysiniz? Çatılamakçı mısınız? Bizim bağımız çatılı 5 yakşı. Alamsız anlamsız. Uy. Ya Rabbim, bu Tursun ko. Tursun kaçıp gitti. Bak yakşı oldu. Senin kaçıp gülüşünü ben oylap mı kömeptiken mi? Mektepte tüytüklü kilişin mi? Hazırlama şimdi düşün mü? Şunca lafını sabıkım kilip kançı çarşap ketkense bizi öykü verip birden armayla vargın. Bağının meyvesizden tetip bakın. Gene. Öyle. Bak yaxşı oldu. Bizim bu yerde Ürümçideki Ali mektepte tügetken ziyaliydin birisi daha oldu. Bak yaxşı oldu. Gene. Bak yaxşı oldu. Tursun canıtsam, şaptılığı eğiz taksile, yanıl üzüp gelgin. Üzümlerimiz mi tası oksidi. Ağır tuturayla. Gene. Ben tavus biçip bile.
O tonuş bakı nazar taşlap özünün izlerini izlemekti. O Baraksan alma derhinin tüygü kegine bunun 4 yıl ilgiri yüz bergen kiçikkini vaka onun aldığı gavdlendi. Rahmanka, başkın dersler, an avar. Nimanda cizmin tolu neyim sen? Belgenin ilip yolun bakmam sen. Bana. Hayal. Okuyun. Necek bir spektak tuttu. Nimi gerek? Bosla. Çakarak bizim demem la. Rahman akın. Anaca. Oradan tırıpla. Özür kep kapla. Bana özüm atıp dursun anasma. Bana özem geldi. Kın öpürem la. Akmın tayya. Bana. Vakın. Rahman akın. Rahmet silige. Sını avar koysun ana. Rahmet. Vakın anısı. Qaydan la. Hoşan sen. Qaragana Rahman degan mütehemmi köktatma tasqıllarını. To'g'ridan tutqizib qo'ydi. Estağfurullah. Şimdi de beni itanırım. Taciz getim lan. Dikadını bakıp savaşının yok. Böyle uyap bir mihman yapma dedi. Mihmanın lan bunu ne yapayım? Samağı içtireydi dedim. Adamla ne iş ortada vaktim yok. Senin bu sarı vaktimizle. Sen yürü bekçe. Sey alime. Sey alime. Kandak sey. Dimense. Şoklu alime. Yok. Andaktı lazıcı. Laza. Yok. Şu cehennemden götürüp getip atmanı lazı bilen şoklu olmayı çamgur mu ya? Ben bugün sey satmayım ha. Kalsın kına kılıçça. Satmayım ha. Ben düşmemez. Kalsın o nim bala kaldım ben ha. Ben düşmemez. Ben dükkana takıdım. Satmayım ben. Oy. Sen daha da nime kılmakçı ha? Oy. Andaktı bu pulunuzluğum şu cekte öteş gereken de. Tursun. Neke? Sen berip şoklu bilen lazım tut gel. Üzüşacaksız. Rahmakam allı burun köktatını tayarlap koyup öz unutup qağa oqsaydı. Köktatda qaçılap öz pulunu atatsınlar. Doktor. İlişe. Hem de iliş. Bunu mu ilişe? Ali mektep okuttu. Sizlen tanıştık bey. Bu yak menin yakın ağabeylem Tursun bulur. Yaxşımsın. Bu menin savaqdışım Röşengül. Hazır Kaşqa tibi mektepte okudu da. Yazdık tartıldım paydını men bilen köşkü yaptı. Röşengül aca siz gelsizden. Yasmakam sizi ağzını düşemekti. Yani yasından siz doğruluk hel burunlu ağağa. Bir kısım kanda bak kararın terk kılıp tabii tasır kopken. Mana bu Röşengül sana atap kelgen uygun işte eşligi. Pek yaxşı qıpsız. Rahmet sizge. Karam, bu bizning bağının alımız. Bu yıl taze okşidi. Yürüm, bak kırıp ne bilen kör çıkaylı.
rasvochilikni nomus qilmay olma o'g'irlayotganini qaranglar buni. Ha? Kunduzda olma o'g'irlayapti bu. Ayta o'g'ri. Ha, ko'pchilikka aytib taqaqina. Ha, rasvo o'g'irlamadim. Menga ishchinim, men olma o'g'irlamadim. Menga ishchinim. Men rasvo olma o'g'irlamadim. Men o'g'irlamadim? Buni kim o'g'irladi? Bu nima? Bu olma nereden kelib qoldi? Ha? Taqaqina. Shuji o'zi aytgan, uni ruxsatni olmay turib, baqqa kirganlardan mayli kadr yoki azab bo'lsin, ishkiyan. Agar olma o'g'irladim bo'lsa, 5 tan ilindi. Agar sen ixar bo'lmasang, men seni o'g'ir deb Shujining oldiga aparaman. Mana o'g'ri. Mana Kim o'g'irkan? Bilib qo'y Rahman, o'g'ir degan sen. nima? Men o'g'rimi? Ha? Gapini ochiqla. Men pul o'g'irlabmanmi yoki oshiqmi? Ha? Nima deydi mana bu? Ha? Gapini ochiqla. Ha? Nima deydi bu? Ha? Gap qilmamsan? Sen pitbull bağını o'g'irlading. Sana paket kerakmi? Qarab tur Rahman. Aman bir kuni hamma qilmishingning javobini bersa. Bağını o'g'irlading? Ko'man bilan xaloyiq, ha? Olmani o'g'irlab qo'yib, menga qarni chaplayotdi. Ha? Nima mushtaq ishlar bor? Ko'rdinglarmi men rasmoni? Ha, qaranglar. Ha, o'g'irlab qo'yib, menga chaplamoqchi bo'ldi. Sen anlatdi. Men Rahman haqning xotinini olib qochadiganlarni emas. Uqdingmi? Ha? Men sana yana bir qitim aytib qo'yay. Men Rahman azaldan haqning xotinini olib qochadiganlardan emas. Ha? Nomus qilsangchi, ko'p kunduzda bir qizni daraxt toyisiga akrilib quchoqlab, u bu yerni silab, yugini qaramamdigan, u nomus qilsangchi, u o'g'ri. Kimizdeysiz? Ben Yasin Şucimizdeydim. Ürümçiden gelişim. Yasin Şucimizdeydik ya sizde. Çıkalım sıra. Girin. Girin, bana verin. Çay içeceğim. Rahmet. Yasin Şucim meclisi ketkendi. Birden oturup durasız. Bulandı. Olur. Men bu qapqoqi chig'inda Gumshe partkomga bir qancha savol qo'ymoqchiman. Gumshedagi organ kadrlari xalsan amgak qilib ochgan qo'g'inliq bilan ko'ktatlikdan kirgan kirim qanchalik? Hisobot kiritildimi yo'q? Nimish Gumshe oshxonasida ko'ktat yetishmaydi. Bog'dan chiqqan bodam, pista, shaptol, anjirga o'xshash eng yaxshi mevalar har yil nima ketyotdi? Hisobot aniqmi? Rasmiyat to'g'rimi? Rahman bağının qo'g'onlarini, ko'ktatlarini o'zi sotdi. Naqd yig'ib oldi. Bu huquqni uningga kim bergan? U yig'ib olgan pullar hisobotga kiritildimi? Maliyat tizimiga xilof bunday ahvol nimishqa hozirgacha surishtirilmaydi? Texnik egri Rahmanning qarang'i bozorda ochliq setayotganligini ammo burunla inkor qilgan. Sotqa ochlig'i oz emas. Bu ochliq nereden olgan? Devlet bergen qutquzuş açlığının yerimi ne ketdi? Her kısım şunla konup alamak istemizde. Aslı şundaktın emesma. Şunu demem la, ben borulu bilgen. Şu emesma. Parmamla. Uzun göz olup rasiyat gelir Allah bakır. Rastlayla. Vay Mehmet Ağol. Su kitidu, taş kalıdu. Osmu kitidu, taş kalıdu degen gep bağ emesma. Hizmet grupsi ketkendin kim? Bu biçare yigitning hali nima ketar ki? Bu xiri jigiri va jigitgan Xudo o'z panohida saqlag'ay.
Yulg'unliq G'unchadagi bu ijtimoiy munosabat to'g'ri ommaga ziyon soldi. Partiyamizning inovatini to'kdi. Men bir partiya a'zosi va G'uncha kadr bo'lib sifatim bilan xizmat guruhining astoydil tekshirishni va jiddiy chora ko'rishni qattiq talab qilaman. Qapqaq etiş hareketi tutilganda jimjitlik to'xtab qoldi. Nahilik partiyaning xizmat guruhi bir kuni atiganda nishqido yolg'onlikdan umidsiz chiqib ketdi. Shunchi o'z o'rnida qoldi. Ikkinchi shuji yetganmidi. Ko'chada go'yo hech qanday ish bo'lmagandek hamma narsa birinchi qilaverdi. Fakat Yasin'nin o'rni o'zgardi. U vazifasini qoldirilib, eng nomrod, eng qaloq qumliq badiga yo'tkaldi. Oldu. Endi turib qolinglar. Qaytib ketinglar. Yasin aka, o'zingni ko'p asra. Yasin! Yasin, orqasini buni ilova. Xudo omonat. Hey Yasin!
Yanındaki kızını içiver. Onu su kattı. Öter ne al sizin aşka vay eder gül tamam tekrar sabret yıllar. Hayatın, kadir. Korkun askanda. Maniye. Atımıca. Ayada bir bulak ba. Bulak beşik barayla. Makul. Laçın sokpan, hoşpannem sade, vay dar bir. Can yoldayım, vasiba, vay adar bir. Yasin. Vallahi naka. Oldu, durma. Ukam Yasin, qanday qilib avvalo salomatligim yaxshidir. Atdiganda nashta qilmagansan. Nashta qilib ol. Azra qiytiq ağaç kelebedi. İçip bak. Man qara Yasin. Bu Şengülge nima deb xat yozmaysa, u sana nechpaç xat yozgan. Bu qatam uning xatini olaydan o'zim og'ish keldi. Bilen seni köygülü, birlikliğimizden mesletişip koygattık. Bugün ettigenila, şuci onu soğan birinin kuruluşuna evet etti. Sana salim etti. Yasin çocuğum, ayollarına bir katani kim? Tushdan keyin sizni uqtirishga o'tdim. Men qanday uqtirishga? Bo'ldi, shunday qiling.
siz men deganda qiling, ha? Ma'qul. Yasin shuji, qo'l ko'rsatibdi. Mana yerda. Yasin shuji, birinchida mehmon ketdi. Bo'ldi. Hozir kirma. Nima edi? Urumchidan Tursun bo'lmasa yana. Tursun, ya taka. Rostdan kensan-ku. O'qishim bitdimi? O'qishim bitdi. Matematik o'qiyapman. Ya taka, obdan turib-o'tamsan? Obdan turib-o'taman. Kagini aytib yopdi. Kel. O'ta. Bir qancha yildan buyon bizning bu yerga o'zgarishlarni aytib ko'r. Yo'qliklarmi oz emas. Yo'lda javob topsansa, Ancha emas. qani, qo'g'on ye. Rahmat. Sen berib oshxonaga deb qo'y. Tomoq tayyorlasin. Ma'qul. Yasin aka. O'shangil akam yetkilib keldimi qanday? O'qish bitgandalar mishaga taqsim qilingan. Bu yetkilishni o'z talab qilganda Molla Qo'stan. Oy, Tursun. Yasin shujining qanday menimi keldikin deb tutganman. Sen kelsan-da. Kela. Men bir ko'rib olay. Shahardan kelgan oliy maktab o'quvchisi. Endi yo'l tepdan juma o'qim yaraysan. Yaraysan juma. Ustan o'zlari qanday qaraq? Yaxshi. Yanala ilgirkidek ximir jo'g'irdigan, o'tin yardigan, go'sht to'g'raydigan ishlar bilan. Asta, Tursunja ukam. Chiqib ketgan nemisi? Men seni izlab burib ketdim, lekin hech narsa topolmadim. Oxiri faraz qilib, aqlga Yasin shujining qishida deb mushakilishim. Yasin shuji bizning yo'lg'imizdan chiqqan bir kutib, yepon yomon to'la qildi. Molla Qo'stan, nagorla. Beli tamoq yeyli. Xo'sh ukam. Oshxonada biroz ishlar bor edi. Vaqting yetsa, menikiga borasan. Keyin paranjamizdan. Xo'sh. Tursunja ukam. Ürümçiden kelgicha hamay açmay kelgansan, anlasam Ürümçide onlar yokmuş. Bana degan chaqda men sana bir ish onar joylab beray, Bugün bizning bog'ning meyveri pek o'xshidimi? Bo'ldi. Qani, oliy maktab o'quvchisi tomoqni yeb bo'lmasa qoldi. Ras, tamoq beqinglar. Men sizlar bilan tamoqni bilib bo'lmaydigan bo'ldim. Sal turib, men sizlarni boqqa boshlab baray. Chapaq, jig'itek. Tursun. Qani, anjirdan yana bir niyat keldi. Bo'ldi. Rahmat, endi hech narsa etmaydi. Men bugun podshohni izlab ketdim. Kishilar bizni yerlik haqqan deyishidi. Yerlik degan so'z toz joyini topgan. Biz o'shiqchi to'p ketib yadimamiz. Kesako'da o'tiramiz. Yerlik shividi so'zlaymiz. Hatto yerlik siyosatni qo'llaymiz. Rahman, elimi boqqa qaramdi. Biroq sana aytib qo'yay, men uni tamamen boshqa durdim. Bog' masalasi haqida bayotin yo'ldoshlar jiq gap qildi. Men bir qism yo'ldoshlarning fikri qo'shilaman. Rahmanni bog'dan yo'tkab, uning hisobini uzluksiz tekshirish lozim. Bog'qa yangi boshni odam o'rinlashtirish kerak. Yasin shujining fikrining davlati yo'q emas. Rahmandagi odamlardan to'liq ehtiyot qilish kerak. Bu jihatda men Yasin shujining fikriga tamamen qo'shilaman. Biroq hozir islohot mazgili. Har bir odamning o'ziga tushliq, biroq ortiqchiligini joriy qildirish tashabbus qilyapti. Buni ko'pchilikning obdonroq o'ynab beqishni umid qilaman. Mening fikrim tugadi. Bizning bu yerda bog' boshqaradiganlar ko'p. Men uchun Rahmonning ortiqchiligini joriy qildirish kerak ekan. Uning bog'dan foydalanib, pora berib, pora elib, ommaga ziyon qilishiga zodi qachongacha yo'l qo'ymas. Pora elishni Rahmonilik soqolning yo'l ketish bilan qilgan. Hamma ishni bir odamga atib qo'yg'ili bo'lmaydi-ku deyman. Unda qilsak, adil bo'lmay qolarmikin? Anglasak bunday ekan, islohot elib beriladi ekan. Yezladimi, ko'tarib berish yo'lini qo'yildi ekan. Mushunda ko'tarib berilsa, par berish, par elish masalasi tugaydi. Bizning ideyamiz vaziyatga yetishmaganligizlar, andan bu ishni qilib bo'libdi. Har qancha isloh qilgandimi, Rahmandek odamni ishlab qilib bo'lmaydi. Sodiq shujining mansabdan tushib ketishi uning bilan zid munosabatli.
Rahman aqlli odam. Shujining savoqlarini qabul qilmay qolmaydi. Hammamiz ko'ryapmiz. Mo'sha bir necha kundan buyon tayyor turib kashfetdi. Kun bo'yi bag'ishladi. O'lganning ustiga tepgandek ish qilsa, meningcha bo'lmas. Bo'ptamsa, bu masalani kilaqatdim. Yani bir muzokara qilishaylik, yig'in tugdi. Qara. Hozirgi ahvolimiz mana shundoq. Yaxshi, yaxshi. Tursun, sen bilmaysan. Partkom yig'inida har xil fikrlar tushdik. Ko'pchilikning fikriga hurmat qilmasang, texi bo'lmasa. Onun ustiga Nahidan qayta telefon kelib, Rahmanning masalasini sovuqqonlik bilan bir taraf qilishimni topilib turdi. Andinchi? Andin bir necha qatim partkom yig'ini ochdik. Lekin hayotning fikr bir yerdan chiqmadi. Onun ustiga shu chog'da ammichilikka söz çöçeklerini demeysen de. Söz çöçekler? Yasın şucu. Bu yakla kapla. Göşel abla. Bağ erkek koyunu göşe. Eli basla. Hemen eli basla. Nasıl? Mapul ne? Yasın şucu. Bu ne mi kıkallı? Yallah sağmışlar bombayı. Sapmasın değmez. Yasın şucu. Siz de prensipi dek çöntürdük Allah. Yasın şucu. Sen tuttun lan. Ne mi gep? Ben yıkkından beri bazı söz çöçeklerini anlap kaldım. Qandaq söz çöçekni? Aslaslığı Rahman'a görülgen çağıranlar doğrusu. Ne mi çare? Biz de Rahman'a çağır görmedik. O elbette rehberlikning işi. Rastını etqanda bakı qaraş kişiga yaman bo'p qoladigan ish. Bir ishga ega bo'lgan odam yaxshi odamlarning ko'ngliga tegib qo'yishdan saqlanish tez. Bu bog' emasmi? Uningda pul tepishni emas, go'shaning paravanligini ko'zda tutgan gap. Har yili go'shaga ozroq bir nima topshira olsa bo'ldi. Shunday emasmi Yasin shuji? Ondan hali qisa qolma taxtdan tushib ketdi-ku. Bu qandaq gap? Uning topshirig'ini bog' ketgan ximiyaviy o'g'it, dehqonchilik to'g'rilariga yetmaydi. Onun ustiga har yili shuncha ko'p aqsiz emgak kuchlarini o'rinlashtirib beramiz. Lekin qo'g'in tavuz yelimizchi. Ularning hammasi qanday chiqirib uchib ketdimi? O degan boshqarish tizimidagi masala. Rahmonning bog' boshqarishda bir surish tajribasi bor. Qaraslar, bog'da qaysi meva yo'q. Muz olma, kishmish o'zin, teriq shaptul, o'rik, anar, badam, jinasta. Ammechida bu xil so'z so'zaklar ko'pmi? Albatta ko'p. Ba'zilar qo'g'in tavuz yelimishning yaxshilarini boshliqlar yuqoridagi rahbarlarga so'qib bo'ldi deyishadi. Bu sizning deganlik emas. Albatta ilgirki rahbarlarga qartilgan gap. Lekin bu hisobotni Rahmonga otib qo'ysak bo'lmaydi. Rahmonning o'zi kuchliq deydi bor. Agar Rahmonni bog'dan yo'tkazsanglar, ammo nima deydi? Siz bunu o'ylab boqdingmi? Yasin shuchi. Qara, mana bu anjan o'rigi. Bu yer o'rik o'rdan o'xshabdi. Biz har yili qaqsablar xeli kirim qilyapmiz. Sen qaytib kelgandan keyin bu ishlarni o'tkazib olsanda. Albatta shunday qiladi. Jur. Oyoqlarni aylanib keldi. Yaxshimisilar? Yaxshi shuji. Qara, bu bizning yangidan qurilgan yog'ochchilik korxonamiz. Jabba chekamiz. Nayt yaxshi ekan. Jur, oyoqqa qarab qayt. Bular yangi turki jazlar. Bu aynak jaz qanaqroq ekan? Ko'rinish chiroyli ekan. Jur.
yana bir qatim parkom yig'ini ochdik. Shu yig'inda Rahmanning chattig'i jiq, masalasi oz emas. Biz albatta boshqa bir odamni o'rinlashtirsakmi bo'laveradi. Biroq bizning rahbarlik banzimiz islohotdan keyin saylangan yangi banza. Ba'zilar bizni ko'ngli ko'ksi keng emaskan. Xuddi burungi shujiga o'xshash zarba berib o'ch oladigandan qandaq. Biz bunga diqqat qilishimiz, yangi banzaning inoatga ta'sir etishdan saqlanishimiz lozim. Islohotdan keyin saylangan yangi banza bo'lg'achqa Rahmon yetkish kerak. Men o'tgan qatim viloyatga borganimda viloyat partkomining bir ma'lum shujisi bilan uchrashib qoldim. U yana bizning bog'ni aloyidan so'rab qoldi. Qo'mishning kichikkina bir beg'i viloyat partkom ma'lum shujisining diqqatini qo'zg'agan ekan. Biz buni o'ylamasak bo'lamdi. Men ko'pchilikning fikr qo'shilaman. Mening taklifim Rahman yana 1 yil ishlab baqsin, keyin kitobga qarayli. Lekin bog'ning hisobini tekshirib kam chiqqan narsalarni aynan to'p olayli. Baqma, Kızım asap ağam. Ondan kılmışlar. Koşup gideyim. Ondan kılmışlar. Ondan kılmışlar. Ondan kılmışlar deyim. Biyatsın işim yok. Bana çıkıyor. Oy, yatsın çocuğu. Sana karar baktılar. Yeni kansık gelmedi ki. Eğer gitmese ben yeni bir amal kapakay. Bu kim maldı? Men texi cho'mbilikdan birsi ilindimikin debdiman. Yana yemsamsam bo'lmaydi. Cho'mbilik rashatini sezsa qamoq tushmaydi. Malaka, o'ta yeratamla? Tursun javobgar. Kela. Kelgasizlar. Men biroz yeray. Yo'q. Kiraylik. Qanday akasizlar? Men birdan yeray. İşlemegile xeyirli olsun bo'pti. Vallahi sizga Urumchining bir cho'g'ini ag'ash kelgan. Yarandikin. İnsanın kegini çoğun şey emasmi? Shuncha pul qashlab nima qilading? Rahmat sana Afgan. Qani, tavsiya. Ala. Mollaka. Oshxona ishi oldirashmi? Qadirava. Ilgirgidan ko'p yaxshi Afgan. Anglasam, bog'ni Rahmon ko'tara beribdi. Har yili yuqoriga qancha pul topshirdi? Meni ham topshirdi-ku deyman. Nima? Shu so'ng boqqa Orol meni ham topshirimda? Yasin shuji bo'lgandan buyon ishlab chiqarish yomon emas ketyotdi. Ilgirki qaraganda haqning qo'sig'imi to'ydigan bo'ldi. Qo'limi oz to'la pul ko'di. Gazetlarda aytilgan 10 millionlik oilalar texi chiqmagan bo'lsa-mu, biroq eshak arı setib olgan, uy-joy solgan dehqonlarmi osami. Bu hammadan siyosatning yaxshiligidan bo'ldi. Biroq Yasin shujining chiqqan kuchidan mollaka bularning hammasini ko'rdim. Lekin men shuni g'ayran, Yasin akam bog'ni nechqa Rahmon ko'tarabadi. Rahmondan boshqa muvofiq odam chiqmadimi? Başta Yasinning unda qilg'isi yo'qdi. U menga
kichkina bir bog'vanga chora ko'rishning Gumsheni mundoq zilzilaga keltirishini o'ylab boqmoqchi ekanman deydi. Bu chog'larda Rahman qo'yrig'ini ichiga tiqib oldi. Rahman degan tulkidimi qo'nasi. Bugün bize taze okşaptı. Yakından bu yan aşağının tamırı yakışıp kaldı. Ha, tamak yiyişi tam la. Vallahi ustam, eli üzgen seyti bu. Vallahi ustam, yiyten mi ki? Qarşı tamakı bekşilerse, tatınmay bekşilerse, ben berip azak emge kılay. Qana. Bo'ladi, planını aç. Tekshirilgan ahvoldan qaraganda Nasıl çocuğu? Ben iziptime, başka materyalım. Ben sadık çocuğuna kendi kırıp çık eski işlerini kıttılar. Ben doğukıldım. Bo'ldi. Bularni biz bilamiz. Qaytsangiz bo'ldi. Ben doğukıldım. Yaxshi sizlar. Rahmat sizlarga. Shuncha ishlarni alam qildim. İkinci adım şapka oynayalım ya. Bunu kime yaptı? Rahman'a gapti. Sadık sakal bacaqda Rahmanның çoğun kızını Gümüşe doktorxanasına orlaştırğandı. Әмділікте, әскілікті дағы çıqarğan ikinci oğlu Yezillik hükümetinin maşinesine hedavatıdı. Kötüredadık deyişidi. Belkim haberin yoktu. Yakında Rahman Bazada deyde çoğun koruyacay sap demiş. 6 yığız öy aldı. Ağoyla, koy eğili, bağ, ot yaştırıdığın yeri bağken. Xilini çoğun yani egelepti. Onunla en yaxşı yağaş, pişxiş, akışı tuttu. Semotlumu başkalar maşını bilen ekip beripti. Onun hayrisini bir deme, kudunu yoqatkan gep. Hakikaten Sopubay'ın üzümlüğüdün mü çıraylıkmış. Boş işlerini Yasin'a kapı ettili mi? Yasin çocuğu hazır pek oldıraş. Tırfınka. Kile balam oldur. Oldu. Yasin çocuğu sizin hikayesindeydi. Bakos. Ben hazır vereyim. Hemen bana. Tavziyet ketken. Boldu rahmet. Vallahi ka, işkimiz bilip arayın. Ben bağımsam mı bula? Neymiş ka? Doldular. Tursun. Neler yurdun? Karsan bek aldıraşken sen. Çıkıp oynayıp geldim. Kile, otur.
Ro'shangul, qarab baqing, kim kelibdi? Yaxshimisiz? Ro'shangul aka, qanday ahvolingiz? Ko'rishingiz lozim bo'ldi deyman. Shundoq. Ro'shangul bugun kech bizga Petermont aytib beraman deb tayyorlik qilib qo'ydi. Bek yaxshi bo'pti. Qani, o'tir. Qani, siz ma'g'ash o'tiring. Yasin Şuji. Nima ish? Mayli so'ri darslikka isohim ketgan. Har qachon o'likqa to'xtam to'g'riliq bo'lish kerak. O'zingiz bir borsiniz. Bo'lmasa aplashmaydigandek turdi. Bugun uyimda mehmon bor. Bu ishni siz bir taraf qilib o'ting. Unda qilsak qanday bo'ladi? O'zingiz bir narsa demasangiz bo'lmay Berayvergin. siz menga aytasiz. Bo'ldi. Asta bu ishni. Sen birdan o'tirib tur. Men hozirlanib kelma. Bo'ldi. Qarmamsiz. Sig'irchilik ishini bir taraf qilamay. Yasin Şuji deyishdi. Hajatni zerikdi kishi. Qani choy iching. Rahmat. Ro'shangul aka, bu o'ylanlar avval silyapsizlar. Xelijar chiqim qilgansizlar. Shundoq. Biroq asosligi Rahmonning ko'rsatgan xizmati cho'ng bo'ldi. Qarang bu teriklarni. Rahmon demigan bo'lsa, Yasin nadimni topsin. Yasin o'silish masalasida toza ish qilib turganda. Yasin Şuji. Qanday ahvollar? Obdan to'lma. Sizlar o'zini biz o'zi qilamiz. Sizlar cho'qim rahat qilamiz. Rahmat. Avar bo'lmanglar. Og'inlardan bir qanchani topsamlar, ish bitadi. Yasin Şuji. Nima deganlar bu? Bunday o'ylantirish bizga ish gap emas. Boshqalar qanday qilalaydi? Xizmatlar aldirash bo'lsa, bunday ishlarga o'zlarini avar qilmaslar. Bo'ldi. Bu ishni biz üstümüzde aldık. Şulaq bo'lsin. Yasin Şuji. To'qta asliga azroq ketibdi. Nima gap? Yasin Şuji. Eliqqa bir qancha bodir hal bo'ldi. Nereden topdinglar? Rahmon berdi. U o'zim o'tilamanda tayyorlab qo'yib ekan. Hozir sanmaydigan bo'pti. U bodirning turib qolganiga bir necha yil bo'pti. Rahmonning bodirsini hargiz olmayman. Shunchalar astarli bo'lib ketgan bormi? Biz uni pul bergandan bo'lmadimi? Ya beka qilmasak. Bo'ldi. Bu ishni men qo'yib tasla. Shundoq bo'lsin. Shundoq qilib, bu uy o'ng'ayli kutib qoldi. Ro'shangul aka, anglasam, Yasin akam Rahmon ximiyaviy o'g'it tasdiqlab berganlik uchun noillik partikum tanqidlab edik. Rasman? Bu bo'lgan ish. U o'tgan yil atiyozdi. Bizning bu yerda ishlab chiqarish mas'uliyat tizimi endi yo'l qo'yilg'ashqa. Ximiyaviy o'g'it to'limi jiddiy bo'lib ketgan. Har kuni bir necha odam ximiyaviy o'g'it deb uyimizga kelib oladi. Bir kuni oqshom nemish qudu Yasin bekli chechilib ketdi. Bu nima qilganing? Sen bu ishni qanday qilgansan? Kishilar har kuni mushuk to'g'risida o'g'il qilishadi. Men ular qanday javob beraman? Ximiyaviy o'g'itni ayni sotdi degan so'z nima degan sapga? Men endi suyjilikni qanday qilaman? Şuji, bu ish shundoq bo'lib qoldi. Endi men qanday qilaman? Bundoq bo'lsa, ximiyaviy o'g'itning pulichi. Nima? Ximiyaviy o'g'itni sotgan pulchi. Ana acha. Hamma so'zlarda tiklak sunmamda. Nima? Taslim sen uni hammasini menga so'qildim demaganman. Şuji, hozir haq nadi bekadan birini berdi ish bor. Paxtakni bekaq o'sirib pamaydi. Nima zamanda? Keyin bu ish to'g'riliq ko'pchilikdan fikr chiqqan. Lekin Yasinning o'zini qilib, ikkinchi bu ishni eg'izg'anmadi. Faqat Molla Kamil ishga gap qo'ydi. Yasin qaynab ketdi. Bo'ldi. Sen nimani bilasan?
Yasin, buraya diginiz. Gapni az qil. Men Yasin 3 yoshlik kichik bola bo'lmasam, nimani qilish, nimani qilmaslikni o'zim bilaman. Hamma odam o'zini o'zidan chiqishni bilsin. Yasin, nima kerak? Oğlukka, onun diyen geplerini herkes kıvanlarga almışla. Kapı olmuşla. Kapı olmaydı. Yasin, sizden ildiginiz o. Adam bundan mı özgürlük ketken var mı? Qaytib keldim. Oy, gep bilen bop ketip tamak etishini unutup ketipti men. Tursun, saqilib qo'ydim ha. Rasla aldirashgansan. Shu ji bo'lgandan keyin ishga chiqish, ishdan tushish vaqti bo'lmaydi ekan. Hojatxonaga borsangmi, sirtda seni bir saqlab turgan. Kulmay tur. Rasli shundoq. Hammaga o'zing ko'z quloq bo'lib turmasang bo'lmag'idek. Partkom yig'inda men ish taqsim qilib olib mas'ul bo'lishni ta'kidlab kelyapman. Lekin bir emasligi yo'li qolman ular mangil ish turib qo'ydi. Yasin shuji aql ko'rsatsin, Yasin shujining fikr bo'yicha bo'lsin deb turibsa, menga nima amal? Birinchi boshliq bo'lgandan keyin karim bo'lmaydi ekan. Kadrlar to'g'risi 10 jin kepak oldigan kichikgina ishqimi, ochliq punktida mening tasdiqimni ko'rgandan keyin ondan talon kesidi. Bunda qishlar tazim jinimga tegdi. Ko'rdingmi bayon qishni? Yasin aka, kundi kelgan o'ziga, oy ko'rinar ko'ziga degan gap emasmi? Bundaq chaqilishni qachondan boshlab o'rganib olding? Sana shuni aytib qo'yay, men Yasin unch qalva emas. Bo'ldi. Bu gaplarni tayyorlamaydi. Hozir sana nima deydiganligimni bilamsan? Bilmayman. Bizning kichik bo'da ko'limiz esingdimi? U joy teqib borma? Berib suv ichib kelaydi. Ajab yaxshi bo'ldi. Bizning birinchi qatim bu yerga kelganimiz esingdimi? Esimda. Rahmonning askarliklarini qandoq unutib ketgili bo'lsin. Mangara, mundaq kimilman. Bu yerdan qaytib, nima qilyapsizlar, ha? Kemani chiqib ketasiz. Bizning kichik bo'da kulimiz burunqidakmiki? Yo'q, burunqa qaraganda texnik go'zallashib ketdi. O'zgarishni aytdingmi? Ha? Dedi, talanta yasilibdi. Rashad kesilibdi. Texi astiq smotni yasilibdi. Kengaytirildi. Cho'nqurlashtirildi. Shunda to'g'ri, burunqidan texim xolira qopdi. Qandaq? Tomashimiz ko'ngillik bo'lgandi. Ismi jismiga loyiq shahmonchi bo'libdi. Hozir Alavattin Bahrman bo'lishni rostli bilibsan. Kichkina ko'lchakni shuncha yo'la boshqa turib, rasmiy yasab chiqibsan. Buni Rahman o'zi yasabgan. Men buni o'rinlashtirgan emas. Faqat uning bir necha emgak kuchini avatib berdim. Yani shu Rahman. Biroq men burun agar men o'qoqni qo'limga olsam qildigan birinchi ishim Rahmanni bog'dan chiqarib etish edi. Amaliyotchi. U bir taraflama, ahmoqon, intayin sadiqiy ekan. Sen shuji bo'lmagan kim bilmaysa, men bir odamni deb ko'pchilikni ranjitib qo'ysam bo'lmaydi. Har bir odamning bir tarafini ko'rishga bo'lmaydi. Char amal qilib, uning ortiqchiligini joriy qildirish kerak. Bu-mu islohotning ehtiyoji emasmi? Rahmanning ortiqchiligini joriy qildirish? Odam hamon o'zgardi ekan. Rahman ilgirgidan ko'p yuvashlashib ketdi. Bog'ni ko'tira apmo, hech qanday foyda ko'rmadi. Mush bir necha yilda dehqonlar boy bo'ldi.
nurg'un dehqonlar yangi uy soldi. Lekin Rahmonchi yana yiliq koni uyda o'tiryapti. Yaxsın çocuğu. Yaxsın çocuğu. To'sincha ukam, kimil bo'ldinglarmi? Nima ish vatdi? Bugun tazi baland oydan bo'ldi. To'sincha ukamni ketdi. 2000 bijadi bunga oson emas. Shunga tal asl bizdan o'tasaqmi deyman. Qanaysizlar? Tursun, sen chiqandaq. Mehmon degan savatxona royiga boqdi. Sen nima deysan shu? Bo'ldi. O'tarsak o'tiraylik. Jiro. Bo'ldi. Qani. Ilon. Qani ilon. Tatma. Katta ilonlar. Qani ilon. Sizlarni deb bugun men qo'zdim birini alohida so'yib edim. Qani ilonlardek tatmay o'tiringlar. Ta'mi yaxshi ekan. Ala Tursun. Qani, ala. Ey, tatma, ala. Qani, sams keldi. Samsa el samsa. Tatma. Ala Tursun. Qani. Qani, ala. Tatma. Qani. Samsun ta'mi qanday bo'pti? O'xshatdimi? Qani ilon. Maktabda mening panjitarim bo'lgan bo'lsa, toz yaxshi bo'lgan bo'ladi. Sizning panjitlarni akilishga adam o'rlashtirib qo'ydim. Mana o'zi ketdi mana. Assalomu alaykum. Qanday O'tiringlar. Amin. Allah. Yaxshi ishga. Bir payda ketmamsiz. Bunun lazım bulduğunu sen nereden bildin? Rahman kam ağaç çekin dedi. Ko'nglimdikini topdilar. Qani To'sincha akam, choylar. Ila tatma. Ana shu ko'pchilik tatma ilonlar. Gitse bulsa oy kayıp yanım işte yakınım. Başı kara kundurlu ağzı sultan yosunlu. Başı kara kundurlu ağzı sultan yosunlu. Ellini sevdim ganda cebarayımı gündüzlü. Ellini sevdim ganda cebarayımı gündüzlü. Ürgüm Bağdat'tan ürgüm. Ürgüm Bağdat'tan ürgüm. Beni bir gün görmeysen gittim aylı yürgüm. Qani, tavsiz baqala. Ilonlar. Qani. Ta'mi qandaq Tursun? Bizning to'nglatqularimiz shaharnikidan qilishmaydigandu. Nima? To'nglatqu? Asli ish mundaq. Dağning ichiga bir quduq qo'yilgan. Shu quduqning ichiga tavul sap qo'ysak, muzdek turdi ekan. Suymi ajoyib muzdek. Yolg'onliq o'nshada uzoqdan buyon bir ijtimoiy munosabatga o'rtoqlanib keldik. Bu ommaga nurg'un ziyon soldi.
Partimizning inovatini to'kdik. Men nahiylik patron xizmat guruhining astoydil tekshirib, jiddiy chora ko'rishni qattiq talab qilaman. Bu ko'z bilan ko'ngil bo'lmaydigan, qo'lga urinmaydigan ijtimoiy munosabat to'g'ri. Tutay desang tutolmaysan, biroq xuddi yo'shin yaqindek har soat har minutda ta'sir ko'rsatib turibdi. Bunday to'rni qanday odamlar to'qiydigan? Bir og'iz so'z bilan aytganda, to'g'ri ustida to'g'ri bor, odam ustida odam bor. Ular kiralishib, bir-biriga singishib, cho'ng bir ijtimoiy to'r bo'lib shakllangan. Kishilar salpil ehtiyotsizlik qilsalar bu to'g'riga tushib qoladi. Nəhayət uzun zamanlar ilgiriki Qaraxanlar dəvrində təndiş yox, atqan oxni digər yerə təkizələydiğən bir mərgən ötkən ikən, o kişilərini ziyan zəhmətdən xalas qıb, ədalətini yaxılab, puxralarını hürmetiga sazavər bopdu. Bir günü hasta yanğan bobay onu izləb kelib, tağ ormanlarına işkirsdə intayın yavuz, yeligar bir məxluqun bağlığını, o həmişə puxralarga və çarılarga ziyan saladığanlığını etdi. Bobay mərgəndə bir un yo'qitib berishni o'tinibdi. Atsi mergan bu taqqa ketdi. Yani o'xlab, o'nkirni qarg'a opdi. Ben takabburlik bilan maqtinib, agar ashu g'alati maxluq peshini chiqarsa, men uni darhol etib tashlayman debdi. Bir kun o'tibdi. 2 kun o'tibdi. Eliqi g'alati maxluq hech qanday shayb chiqarmabdi. Merganning ko'zlari imir-chimir bo'lib, qo'llari tilib, bara-bara sezgirligini yo'qotibdi. Oxir bir kuni eliqi g'alati maxluq sakrab chiqibla, hech qanday tayyorlik bo'lmagan merganni dastlab cheyrib etibdi. Yasin, bu qatimki partiyani tartibga solish o'g'ilish kursi qancha kun ekan? 15 kunmi? 1 oymi? Kim bildi? Yasin aka. Aha, Tursun ukam. Keling, o'tiring. Yasin aka, o'g'ilishga borasan? Asli, men seni unutib qo'yishim kerakdi. Lekin hozir sen meni unutib qo'yapsan. Amal yo'q. Naylik patkom mening birinchi qarorliq partiyani tartibga solish, o'g'inish ko'rsa qatnashimni aytibdi. Yılı baharda gül çiçekki yazdı şiirin mevgilik doludu. Meylenin kuşbıraklığını dimakka berip kişilerin özüge mehliya kılıdı. Lekin meyve pişip meyve bağlaganda asıllık kurup düşürdü. Selle ihtiyatsızlık kılınsa ziyandaş kuruplar meyvenin içine kirilip meyveni yiyip tübütüdü. Tabiatte ziyandaş kurupunu sahmış ters. Bütün biz daim ziyandaşlarının aldığını ettirsakla altın göz ahir bizden nasip buludu.